Aytadilar, ayollar ham uyda o'tirib zerikishadi. Ular ham mahramlari bilan bog'larga borsa bo'ladimi? Aylanish maskanlariga debdilar. Albatta bo'ladi. Balki bu erkakning vazifalaridan. Mana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 9 ta ayollar bo'lsa ham safarga chiqsalar bir joyga, Makkaga umraga borsalarmi yoki hatto jihodga, jangga chiqsalarmi, ayollarni o'rtasida Qur'on tashlatib, ayollarni birini olib ketganlar. Senga nima bor u yerda demaganlar. Mana hatto o'sha jangga chiqishda Oysha onamiz taqinchoqlarini olib olib, yo'qotib qo'yib necha martalab o'sha sababdan butun ummat ovora bo'lib izlab taqinchoqlarni. Shuncha narsa bo'lsa ham, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baribir qayta-qayta olib borganlar. Va buni ortidan faqat yaxshilik chiqqan. Sahobalar kelib Oysha onamizga aytishardi-ku, bu sizlarning barakanglardan deb bir marta taqinchoqlarni yo'qotib qo'yib, shu bilan tayammum oyati nozil bo'lgan. Tayammum hukmlari sahobalar suv topolmay qolib, bir marta bo'lsa Oysha onamiz tuhmatga qolib ketib o'sha taqinchoqni izlab, keyin ifk oyatlari Nur surasida nozil bo'lgan. Ya'ni aytmoqchimanki, shuncha narsa bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lekin hech qachon ayollarini endi chiqmaysan ko'chaga demaganlar. Endi bormaysan men bilan hech qayerga demaganlar. Chunki aytilgandek, ayollar ham uyda o'tirib, ayniqsa hozirgi zamonda bunaqangi beton uyda o'tirib kasal bo'lib ketadi. Havo aylantirish kerak, yurish kerak. Bu narsa erdi vazifalaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan yugurish musobaqasi o'ynardilar. Masjidda habashlarni qurol bilan jang qilishini tomosha qildirardilar. Oysha onamiz shularni rivoyat qilib aytganlar-ku, yosh ayol qizlarga haqqini beringlar deganlar. Ya'ni u uyda bo'g'ilib o'tirishligiga chidamaydi. Xo'p, va shuningdek erkak o'zini boshqalardan mana shunaqangi bo'g'ish muomalasini ko'rmasligi uchun ham qo'l ostidagilarni bo'g'masligi kerak. Ya'ni agar qanchalik erkak odam uyda mana shu unga qarab turgan bola chaqasini, xotinini bo'g'sa, uni ustidagilar uni shunchalik bo'g'adi. Buni ishonmasak, hayotga qarasak 100 martalab misolini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ochiqroq aytganda, uyda 24 soat xotinini qamab o'tiradigan erkak odatda qamaladi o'zi ham. Kim buni ishonmasa sinab ko'rsin. Ana shunaqa qilib chiqmaysan, yemaysan, ichmaysan, bormaysan deb siqavergan erkaklar ko'p hayotda kuzatiladi. O'zi ham xuddi shunaqangi muomalani ko'rib, to'rtta devor orqasida, panjaraning orqasida o'tirgan bo'ladi bir kun. Ahli oilasiga yengillik berganlarga qaralsa, Alloh unga yengillik beradi. O'zi inson odamlarga qilayotgan muomalasidan iborat. Yengillatsa shariat doirasida Alloh ham unga yengillatadi. Qiyin qilsa Alloh ham unga qiyin qilib qo'yadi. Alloh alam.